juda ketadi. Xo'jayinlaring qani o'zi sanlarni? Hisoblaring bormi sanlarni o'zi? 1 yildan beri ovora qilasanlar. Qani patentli berganlaring? Assalomu alaykum. Keling aka. Chaqir xo'jayiningni bu yoqqa. Xo'jayin bu yoqda. Qayerda? Ko'rsat menga. Bu gaplar aynan shu patentlash markaziga tegishli emas edi, akalar. Qo'shtirnochidagi ayrim patentlash markaziga tegishli. Hurmatli kuzatuvchilar, G'isht bor o'z brendi rasman patent qilindi. Davron akam O'zbekistonda eng zo'r va eng sifatli g'ishtlarni ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi. Albatta, bu brend himoya qilindi. Davron akam bir necha oy avval bizga kelishganida brendini patentlashda ko'plab muammolarga uchraganligi va ko'plab patent markazlariga borganda rad javobini olganlarini aytishdi va Davron akamni biz muvaffaqiyatli brendlarini patentlab himoyalab berdik. Davron aka, bilamiz, sizni ham mijozlaringiz ko'proq o'zining biznesiga ega bo'lgan tadbirkor insonlar va ularga albatta patent kerak bo'ladi. Endi Davron aka o'z brendini patentlamasdan, himoyalamasdan yurgan akalarimizga qanaqa tavsiyalarni bergan bo'lardi? To'ppa-to'g'ri aytdingiz Firdavs aka, brendinglarni tez patentlab olinglar. Boshqa joylarga borib boshinglarni qotirmanglar. Sizlarga eng zo'r maslahatim intellektual patentlash markaziga kelib Firdavs akamga uchrashsanglar, patentinglarni tez orada patentlab beradilar.